تومۇزدىكى پاجىئەگە 10 yıl Tolghanda. Aptori, ئابدۇۋەلى ئايۇپ. Bundan 10 yıl burunqi bugungi kunlarda millat hazidor edi. 26 iyun kuni Xitoyning Shougan shahrida nahaq o'ldirilgan qarindoshlarimiz uchun hamma Uyg'ur da'vogar edi. Adalet talab qilishatdi, begunoh jon uzganlar uchun motamdor edi. Xitoyning beparvoligi, sadoyimizni mastmasligi, g'azablarimizga e'tiborsizligi sabablik dillar parishon, tillar lol, nervlar charaslab ketgan edi. Torbatlar musibat tutib, rangini qaraga o'zgartgan. Urumchida ayollar oq yog'liq ortib, qorliq tutgan. To'ylar amaldan qoldirilgan. Torbatlarda adolat, haqqoniyat, uyg'onish shuvarlari yangragan edi. 5 iyul Uyg'urning vijdoniga, jasoratiga, jangovarligiga, mavjudlik irodasiga bayram bo'lgan kun. Bu kun Uyg'urni kamsitganlarning ishonchini gumron qildi. Bu kun Uyg'urni bo'ysundirdik deganlarning tiniga titrak o'lashtirdi. Bu kun Uyg'urning birligiga, o'rligiga, qudratiga tushgan shubhalarni barbod qildi. Bu kunda Uyg'urlar o'zi yashayotgan reallik, erisholmayotgan huquq, yuttirib qo'yayotgan salohiyat haqida qaytadan o'ylandi. Mavjudlik krizisi Uyg'urni o'yg'atdi. Shunga ko'chalarda, maktab quroqlarida, maydonlarda, eg'izlardan yoshsun Uyg'ur degan o'rtaq shuvar maslahatlashib olgandeklar tangli yangridi. Shouganda begunoh o'lgan Uyg'urning fojiasi va uningga hokimiyatning beparvoligi millatga o'zining kim ekanligini to'nitdi. O'zini Xitoyning normal puhrasi deb tushakab yurgan kishilarmi bu parvosizlik, tangsizlik, e'tiborsizlik oldida o'zining kimligi haqida o'ylandi. Urumchi ko'chalarida yoymi echib, qurilishlarda ishlab, yuk to'shib, tinch kun o'tkazibmi? Maktabda jim o'qishini o'qib, idorada sukutda ishlab, jon beqibmi, barobar insoniy izzatga erishalmagan Uyg'ur cho'chidi. Uyg'urlarda huquqliq millat sifatida kuchlanmasa, Samatjon yoki Salomatgul degandek bir shaxs sifatida nohaq xorlanishdan qutulishning hech qachon mumkin emasligi o'rtaq ong'a aylandi. Bu ong uchun jonlar pido bo'ldi, qonlar to'kildi. Bu ongni tashabbus qilganlar qamaldi, g'oyib qilib etildi. Minglagan Mamatjon, Abdullalar, Gulmiralar, Nur Alilar, Nijatlar, Dilshatlar hozirgacha qamoqlarda qiynalmoqda. Hayotimdagi eng afsusli bir xotiram shu kuni tutilib ketgan qahramonlar bilan billa bo'lolmaganligimdir. Men shu kuni sabdoshlarim, o'quvchilarim va do'stlarim bilan bir sabda bo'lolmaganimga bir umr pushmon qilaman. Men shu kunlarda Amerikada o'qish deb atalgan bog'liqda edim.
1-iyuldan başlap Xitayning shu chaqdagi raisiga xatlar yozildi. Nur Bakriga uch xat e'lon qilindi. Bularning hech biri kar qilmagandan keyin namoyish qilish haqida munozirlar o'ttirg'i chiqdi. Torda namoyishchilarning qayerga yig'ilish haqida maslahatlar bo'ldi. Yig'iladigan o'rinlar bekitildi. Namoyish universitetlarga va Uyg'ur jamoatiga yaqin xalq maydonida bo'ladigan bo'ldi. Men namoyish to'g'riliq maslahatlarda Maliya universiteti, Pedagogika universiteti va Tibbiy universitet o'quvchilarining qayerga yig'ilishini o'ylashmaganligidan afsuslandim. Namoyish maydonidan yana birini qilib, Maliya universitetiga yaqin tantarbiya sarayiga yig'ilish taklifini shundoq bergim keldi. Ammo o'zim boshlab borolmaydigan namoyish maydoniga o'quvchilarni chillig'im kelmagan edi. 10 yil burunqi 5-iyul oqshimi Urumchini zulmat qorong'usi qopladi. Ammo bu bir chiroqsiz kecha. Necha ming namoyishchi qahramon uchun ming bir kechalarning boshlanmasi bo'lib qoldi. Shu kecha g'oyib bo'lganlarning ismlari noma'lum. Hech bo'lmaganda ro'shan bir son bo'libmi saqlanib qolmadi. Shu chiroqsiz kechada oqar yulduzdak saqib ketganlarning nuri u kechini yo'ritolmadi. Ammo qorong'u qalblarni nurlantirdi. Shu Tomuz kechisidagi o'q ovozlari Uyg'ur uchun bir uyg'onish pushtiki bo'ldi. 5-iyul kechisidan keyin kuchaygan zulmlar Uyg'urni kuchsiz qilib o'tolmadi. Turmalar, so'roqlar, qo'rqitishlar, o'rlik izdegan ruhlarni urkitolmadi. O'limlar bir qancha 100 kishini bizdan ayirgan, bizni qadrlik jallardan judo qilgan bilan Uyg'urdagi jon tikib yashash, ishlash va elishish ro'yini yo'qotolmadi. Aksicha irodamizni, mavjudligimizni texmo kuchlantirdi. 5-iyul pajiasidan uyg'ongan Uyg'urda igilik tiklash to'lqini, kitob o'qish to'lqini, ana til to'lqini, iymonga qaytish to'lqini yuksak bir palla yaratdi. 10 yil o'tib ketdi. Xitoy 10 yil burunqi Tomuzda uyg'onganni, zulmga qarshi chiqqanni, zulmni baldur his qilganni jazolagan bo'lsa, mana endi bir millatni jazolab bo'ysundirmoqchi bo'layotdi. Xitoy millionlagan Uyg'urni qamab, bizni Xitoy qilmoqchi bo'ldi. Ammo o'xshash lagerlarga millat bo'yicha qamilib, o'rtaq jazolangan Uyg'urning o'rtaq bir g'azab, bir ong'i ega, qudratli bir kuch bo'lib shakllanayotganligini unutib qoldi. Xitoy millionlagan Uyg'urning farzandlarini lagerga qamab, Xitoy qilishga ishondi-yu, ammo ularni ko'chada erkin ozoda o'ynab yurgan Xitoy bolalardan farqlantirib, kim emasligini his qildirib, texmo mustahkam Uyg'ur qilayotganligini, mehr muhabbatdan mahrum cho'ng qilinayotgan bu bolalarning bir kunlarda sinflar bo'yicha sapga tizlalaydigan jangchilarga aylandiganligini, ularning lagerlarda cho'ngi kichkiga g'amxo'r, kichki cho'ng'iga mehribon bo'lib, kelgusida o'zaro ham nafas bo'ladigan, har qachon uyusha oladigan, ota-onasini seg'inib, qalbi lagerga bo'lgan, nafratga to'lgan bir qo'shinga aylandiganligini his qilolmadi. 5-iyul fojiasi orqali Xitoy
millatimizga o'zining kimligini eskartgan bo'lsa, bu qitimliq umumiy tutqun va jazo lagerlari orqali Uyg'urga kimligini kimlar bilan qo'g'dash, hurlikni kimlarni tashkillab, qandoq qo'lga keltirish, qandoq kishilar bilan harakat qilishni o'rganadigan tepilmas fursatlarni yaratib berdi. Uyg'urning ichidagi har qaysi sohalarga chechilib ketgan munavvarlarni lager ismi bilan bir yerga to'plab, ularni sabdashqa, taqdirdashqa aylantirib berdi. Xitoy amaliyotda Uyg'urlarni assimilyatsiya qildigan jazo lagerlari qurmadi, balki kommunist hokimiyatga jazo yurish qiladigan bir zarbadorlar to'pini uyushtirib berdi. Xitoy oramizdagi kunning serqini ko'rib, shaxsiyatchilashib, nafsining qullariga aylanib ketgan beg'am insonlarni o'yg'itib, Uyg'ur qilib berdi. Bizga kelgusini qurib chiqadigan zulmlarda tavlangan zabardast Uyg'urni javharlab berdi. Tugidi. 2019 yil 5 iyul Parij.